Tamam do'stlar, sizlar bilan bugun she'rbaqa hozir обновление chiqdi. Bugun yangi video. Bu video montaj bo'lgandan so'ng YouTube'ga joylanadi. Hozir обновление chiqdi. 25-yanvar kuni hozir o'yinga yuklab kirdim va bitta mashina qo'shilganligini bildim va u mashina nima deb o'ylaysizlar? Orqamda turibdi. 1 2 3. Mana bu o'sha Nexia 2 legenda. Ana shu Nexia 2 o'zbek mashinasi va nihoyat Rusmobilda qo'shildi do'stlar. Like bosing, sizlar obuna bo'linglar. Do'stlar, bu olgan Nexia 2mizni endi tuningga borib tuning qilamiz. Birinchi bo'lib Nexia 2mizni ko'radigan bo'lsak do'stlar, bu Nexia 2miz PTS. Mana do'stlar, mashina ma'lumotnomasi, ya'ni PTSga qarasangiz, Daewoo Nexia 2 Niski klass salonda turibdi, 280 ming so'm. Men buni hozir salondan olib sizlarga taqdim etyapman do'stlar. Mana ozgina xatoliklari bor. Buni to'g'rilaydi degan umiddamiz. Mana pavorotniklari yonishi o'zi oldindan shunday, fari yongandan keyin pavorotnik yonmay qoladi do'stlar. Videomiz yoqayotgan bo'lsa albatta like bosing, obuna bo'ling. Saloniga o'tadigan bo'lsak, ichki salon do'stlar Nexia 2 bilan birga-bir kopiya. Qoyil qolishi mumkin. Moshni qilib ishlangan do'stlar. Men xursand bo'lganim do'stlar, bu videoga agar like yozib kommentariy yozsalaringiz, Matiz bilan Nexia 2 tuning qilib, Matiz ham bor, ikkalasini tuning qilib gumka qilib ko'ramiz. Ikkita o'zbek mashinasi bor. Endi nomerlar qo'yib ko'ramiz. Qani birinchi mana do'stlar, endi biz tuningga borib mashinani tuning qilib ko'ramiz. Qani endi tuningga go. Mana biz do'stlar trassaga ham chiqib oldik. Tuningga yo'l olyapmiz do'stlar. Bizning mashinamiz maksimal skorosti nechiligini sinab ko'ramiz. Nima pasayib ketyapti deganingizim, gaz bosilmayapti. Uzr do'stlar. Videomizda xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Albatta kommentariyaga yozib ketingizlar, keyingi safar to'g'rilashga harakat qilamiz. Nima uchun ovozlar har xilcha desangiz, bir xil ovozlar yozilmay qolgan, shuning uchun montajda qo'yilyapti do'stlar. Bizning mashinamizning maksimal skorostini chiqarish uchun sekin, chunki nima narxi ham shunga qaraganda arzon do'stlar. Full tuning qilib keyingi videoda ko'ramiz do'stlar. Sizlardan maqsadimiz maksimalniy поддержка bo'ladi do'stlar. Agar maksimalniy aktiv bo'lsa, stage 2 lar o'rdirganimizdan keyin polni ko'ramiz. 1 million yetadi degan umiddaman. Polni keyin tuningini ko'ramiz. Nechiga chiqadi Matizga? Matiz 550 mi? Matiz Nexia 2 dan baravar ancha qimmatroq va ancha oldin qo'shilgan. Olamiz Matizda ham. Agar aktiv maksimal yig'sa menga yoqib ketyapti. O'zbek mashinalar Rusmobil o'yinida bugun qo'shilgan mashina bu. Hali buni ham fixlaydi. Buni Samarayalar ham bugun qo'shilgan. Tuning house-ga kelamiz va ichkariga kiramiz do'stlar. Ichkariga kirib bo'lib, birinchi o'rinda tonirovka 1000. Ikkinchi o'rinda rang qanaqa qilamiz? Rang sariq, qizil, pushti, ko'k Nexia. Och. Oqozi. Yo'q bo'ldi. Rangini diska o'stiradi, zavodskiy. Rang do'stlar, rang Nexia'mizga cho'ta ranglar yarashmayapti. Shuning uchun o'zining zavodskiy oppoq rangida baribir chiroyli. O'zbekistonda oppoq Nexia 2lar ko'p do'stlar. Shuning uchun Nexia 2ni oppoq qilamiz do'stlar. Vinillar mana bir vinillar ko'rsatamiz. Vinillardan har xilcha turi bor. Ajdarho. Qop-qora Nexia 2 lekin uncha yemadi deb o'ylayman. Qizil vinillar rangi ham bor-da do'stlar. Mashin bu yo'q. Virus X yo'q. Bu ham bo'lmaydi. Fake taksi qilamizmi? Sariqgina Nexia. Albatta qaysi vinilni qo'yishimiz yozingizlar. Evo degan vinil ham bu. Mana do'stlar, nitroni albatta full nitro qo'yamiz.
Pulda muammo yo'q, pul bor. Neon yarashmaykan Nexus 2ga. Qani tashqariga. Biz qanaqa nomer qo'yamiz desangiz, albatta eksklyuziv nomerlardan qo'ydik va bu Nexus 2imizga Qozog'iston nomer 999 harf ko'rinmaydi. 111-region ko'ramiz endi. U nomer o'zi OOM sig'maganligi uchun anovi bo'lib qolgan, nima deydi, bug qolmay, shunaqa bo'lib qolgan. Ichini ko'ramiz. Biton. Faqat orqa nomer sal neto. Endi Niski klass salonga borib ko'ramiz. Nimalar qo'shilganini ko'rsataman. Va обновление haqida gapirib o'taman do'stlar. Menga yoqadigan zo'r обновление. Albatta videoga like bosing, obuna bo'ling. Promokod panjara 777 kod promokod bo'ladi do'stlar. Bu yangi novichoklar uchun 3-o'yin bo'lsalaringiz ancha ko'p pul, o'zlaringiz XP o'yin ko'tarib olasizlar va o'zlaringiz ancha boost bo'ladi do'stlar. Biz ikkinchi serverda o'ynaymiz. Mana do'stlar, Niski salonga keldik. Niski salonga moshina qo'shganda buna qarang. Odamni hammasi shu yerda. Bu mana yangi qo'shgan Samarami shunaqa vaznchi ham deb o'qiladi. Hozir tuningga kirib hammasini asta ko'rsataman do'stlar. Qulflaymiz. Hozir odam ko'p. Void biznes. Do'stlar, bu mashinalar oldin bor. Mana buni qo'shilgan. Mana Lada 2108 200 ming so'm va hamma yaxshi ko'radigan Lada 2106 bu 220 ming so'm va keyingisi Lada 21099 bu 230 ming, Lada 2103 250 ming, Daewoo Lanos 250 ming bu bor edi o'zi. Daewoo Nexia 280 ming va mana Matiz 550 ming. Mana shu Matiz bilan agar xohlasalaringiz poyga qilamiz. Va keyin qo'shilgan mashinamiz Toyota Cresta 600 ming va oxirgisi Honda S2000. Bu bor edi yoki yo'q esimda emas. Hozir ko'rib chiqamiz hammasini. Do'stlar, обновление haqida qisqacha ma'lumot bersam, обновлениеda nomerga ism yozgisi bo'ladi, donatga va nomer tagiga har xilcha mana shu turdagi yozuvlarni yozgisak bo'ladi va nomerning shahrini, o'rtadagi raqamini va harflarini alohida almashtirsak bo'ladi do'stlar. Ana shu обновлениеlar qo'shilgan do'stlar. Mana boss degan nomerlar 3 maksimal 8 tagacha anaqa qilsa bo'ladi. Nima deydi, nomer yozgisi bo'ladi. Mana keyin снять nomer degan joyini qo'shgan bu yoqda. Keyin do'stlar, MVD binosi o'zgargan va ko'rinish binoni almashtirgan va mana shu mashinalar qo'shilgan do'stlar. Mana ko'rib tushlaringiz mumkin. Donatga Krizma 21 bilan McLaren Craftga ham qo'shilgan do'stlar. Mana baraxolkaga ham o'zgartirishlar kirib, baraxolkaga ham 27 ta palatka qilingan, ya'ni 27 ta bozorcha deyiladi. Mana o'qishlaringiz mumkin do'stlar. Craftga ham 2 ta mashina, 10 ta aksessuar qo'shilgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Ko'rib bo'ldik do'stlar. Endi biz sizlar bilan MVD binosi. Ana do'stlar, eski MVD binosiga kelganimizda, MVD binosi do'stlikni olib qo'ygan. Ya'ni biz hozir MVD binosi o'zgargan, biz shunga borib ko'ramiz. Oldingi MVD binosi
Eski saloni orqasida edi. Endi qayerga ko'chganligini hozir sizlar bilan borib birgalikda ko'ramiz do'stlar. Qani esa yo'l oldik do'stlar. Sizlar albatta videoga like bosing, obuna bo'ling do'stlar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni kutib qolaman do'stlar. Agar maksimal like yig'ilsa, aytganimdek full Nexia bilan full Matiz'ni ikkita o'zbek mashinasini poyga qilamiz do'stlar. Promokod ikkinchi serverda o'ynaymiz. Albatta eslaringizdan chiqmasin. Panjara 777 do'stlar. Mana MVD binosiga ham yaqinlashib qoldik do'stlar. Mana bu yer voyenkomat, ya'ni harbiy ishiga sho'rda sabis bo'ladi. Hozir sho'rda sabis bo'ladi degan do'stlar. Albatta kommentariyalarga yozib qo'ying. Qaysi ishga kiraylik. Mana do'stlar, MVD binosiga ham yaqinlashib oldik. Bu eski avtoshkola ham boshqa yoqqa ko'chib ketgan. Bu eski dastavchilik ishi bo'ladi. Hozirgi dastavchilik ishi Dark Story'da, ya'ni avtoshkolaning to'g'ri joylashgan. Mana bu yangi MVD binosi bo'ladi do'stlar. Hozir biz sizlar bilan ichiga kirib ko'ramiz. Ko'rinishi chakki emas, ya'ni yaxshi, zo'r ko'rinish. Ichiga kirsak, ichi eski MVD ichi bilan GVD'ni ichi bir xil, faqat MVDda nima bo'ladi desalaringiz, qamoqxona bo'ladi. Albatta kommentariyaga yozing sizlar, MVDga kerakmi yo GVDgami, ya'ni GAIga. Albatta kommentariyada izohlaringizni kutamiz. Endi aylanib ko'raylikchi. Yana biron nima o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, albatta sizlarga taqdim etamiz do'stlar. MVDning parkomati shuda. Bu yer qayer bo'ldi? Bu yerdan mashinalar chiqsa kerak. Bu yer parkovkasi bo'lsa kerak. Oldin parkovkasi ham ko'chada edi. Hozir parkovkasiga kirib ko'ramiz do'stlar sizlar uchun. Qamalsak ham, qamalmasak ham go. Qamoq ichini bir ko'ramiz. Qani ketdik. Ichida nima bor ekan? Bitta politsiyskiy mashina va AFKmi desam, odam bor ekan. Politsiya, qochamiz do'stlar. Orqamizdan qo'llaydi. Qochdik. Hozir shoker bilan, agar bizga yaqin bo'lsa, shoker bilan bitta uradi. Biz 2-3 sekundga keyin joyimizdan qibirla olmay yotib qolamiz. Qochish kerak. Nexia bizni qutqaradi. Orqamizda mana ko'rishlaringiz mumkin. Tez o'tir. Hozir ushlab oladi buni. Va qochdik. Go. Endi do'stlar, albatta videomizga boya aytganimdek like bosing, maksimalni aktiv kutamiz do'stlar. Bu qaysimi bu yerda bu mashinalar nima qilyapti ekan desam, bu boshqa yana bitta oilaning mashinasi. Rusmavluz family ko'payib ketdi. Do'stlar, sizlarni ikkinchi serverda kutib qolamiz. Bu mexanik ishi. Rahmat, bugungi обновленияmiz shu bilan yakunlandi do'stlar. Agar ikkinchi server Rusmavli ikkinchi serverga kirib, Xan uyiga kelsalaringiz, o'yinga kirganlaringizdan kartani ochamiz va mana shu Zolotoy berg, mana shu yerda bizning semiya joylashgan. Keling sizlar birgalikda o'ynaymiz, otishmalarga chiqamiz va promokod yozadigan joyga kirib do'stlar, panjara 777 promokodini kiritadigan bo'lsalaringiz, sizlarga anchagina yordam beradi do'stlar. Biz sizlarni ikkinchi serverda albatta kutamiz. Zolotoy berg, dom 322-uyda Xan family joylashgan. Albatta o'zim sizlarni semiyaga qo'shaman. Agar do'stlar Sherbekxon nomidan keldik desalaringiz, sizlarga ham bitta Nexia sovg'a qilaman do'stlar. Videomizga albatta like bosing, obuna bo'ling, maksimalni aktiv. Bunaqa onlarim asabni buzadi do'stlar. Biz sizlarni albatta kutamiz. Maksimal aktiv yo'qsa, ikkita o'zbek mashina Matiz bilan Nexia'ni poyga qilamiz do'stlar. Hammaga xayr. Sizlar bilan Sherbekxon bo'ldi. Videoga like bos, obuna bos. Albatta esingizda